Ana endi 90% sellerlarni va dizaynerlarni muammosi hal bo'ldi va nimaga deysizmi? Hozir men sizga yangi sun'iy intellekt ko'rsataman. Odatdagi hamma kerakli narsalar mana endi 26-yil va 27-yil zo'r kerak bo'ladigan narsa. Bo'lmasa videoni cho'zmayman, like, podpiska va bo'lmasa ketdi do'stlar. Xo'p, ekranni o'zgartiraman va ko'rib turganingizdek do'stlarda, bu Uspire AI generatsiyadan bu mani shaxsiy botim. Men yaratilgan, bizning komandamiz tomonidan yaratilgan bot va do'stlar, o'zingizlar ko'rayotganingizdek, bemalol opisaniyada ham, shuningdek kommentariyada, opisaniyada, havola ortida hamma joyda silka bo'ladi. Buni Instagram ham, Telegram ham bo'ladi, kirib ko'rsanglar bo'ladi. Va shuningdek bugun ko'rsatib ketaman sizlarga qanaqa ishlashini, nima ustunliklari, afzalliklari borini ko'rsatib ketaman. Boshqa servislardan ko'ra, O'zbekistonda bor boshqa servislardan ko'ra bitta zo'r narsa bor. Boyagida aytganimdek 90% muammosini hal qiladigan narsa dizaynerlarni va sellerlarni. Bo'lmasa ham ketdi, o'tib olamiz havola ortida do'stlar, keyin startni bosamiz. Startni bosganimizdan keyin til tanlang deb chiqadi. O'ziga yoqqan, xohlagan tilni tanlaysiz. Men hozir video bo'lgani uchun o'zbekcha tanlab turaman. Xo'p, aytadi salom Uspire, men Uzum va Wildberries kartochkalar Uzum, Wildberries, Ozon, любой marketplace uchun qilsa bo'ladi va shuningdek yana bitta platforma uchun ham yaratsa bo'ladi. Xo'p, shunda Wildberries tayyorlaymiz. YouTube muqovalari ham bor. YouTube muqovalar, studiya fotolar, infografika va boshqalar tayyorlaymiz. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi infografika uchun 4 ta Spire beriladi, sovg'a beriladi bitta generatsiya uchun. Va hozir uni ham ko'rsataman do'stlar. Shunday qarang, raqam ulashishni bosasiz, поделиться bosasiz va siz do'stlar sразу aytib qo'ymoqchiman. Bu hech qanaqa sizlar nomeringlarni biz olmaymiz, Telegramga kirmaymiz. Bu nima uchun qilingan? Bu firibgarlardan oldini olish. Agar shu narsa bo'lmaganda, mana startda ko'p bosib tashaversak, 4 ta Spire qo'shilib beraveradi bizga bonus qilib. Bu firibgarlardan oldini olish edi. Shu uchun aytib ketishim kerak shu joyini. Ko'plar so'rashi mumkin. Nimaga men nomerim jo'natishim kerak deb. Bu kapchani robot so'raydi-yu, kapchadan o'ting deb. Va shunaqa narsaga o'xshaydi. 4 ta Spire qo'shildi, balansingiz 4 Spire. Ko'rishimiz mumkin, balansim 4 Spire bor. Va shu aytgancha do'stlar, promokodingiz bormi? Mana promokod degan joy ham bor. Siz hamkor olib kelgan bo'lsa, uning kodini kiriting, birinchi to'ldirishga 5 ta Spire beradi. Va do'stlar, agar siz mana botim bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lsangiz, siz seller yoki dizayner bo'lsangiz va har bir olib kelgan odamingiz uchun botga siz ulardan 10% olasiz va uni ham tushuntirib ketaman hamkorlik uchun. Va shuningdek 5 Spire siz olib kelgan odam 5 Spire oladi. Tushunyapsizmi? Bu qanaqa zo'r bonus. Va shunda promokod kiriting, men o'tkazib yuborishni bosaman bo'ldi. Chunki hozircha promokod yo'q. Agar kerak bo'lsa, shuningdek Telegram kanalda yangi promokodni qo'yib turaman, bemalol kirib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, 4 Spire rasm matn bilan generatsiya va 2 Spire matnsiz generatsiya va uni ham o'z ko'rib chiqamiz. Botdan va bor do'stlar, agar sразу nima to'da-shuda tushuntirib ketmagan bo'lsam, shu videoda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Kirib yordam degan joyda hamma narsasi to'liq o'qisangiz bo'ladi. Bizga yozish, mana supportimiz bor, yozsangiz sizga javob berishadi. Va shuningdek hozir полностью ko'rib chiqamiz. Xo'p, asosiy menu. Давайте сразу birinchi ko'rsatib ketaman, generatsiya qanaqa qilishi, rezultatni ham ko'rsataman, keyin o'sha qolgan narsalarga o'tib chiqamiz. Botlarni o'ta zo'r narsalari bor. Qaranglar, infografika, studiya foto, interyerda foydalanishda YouTube muqova va erkin rejim. Erkin rejim bu xohlagan narsangizni generatsiya qilsangiz bo'ladi. Mana bu kelgan narsaning hammasini. YouTube muqova, YouTube obloshka va shuningdek bu dizaynerlar yoki YouTube blogerlar uchun ham qilib qo'ydik. Shu narsani bu o'zim uchun ham qilib qo'ydim. Endi to'g'risini aytaman. Xo'p, bo'lmasa biz infografikaga o'tamiz, chunki bizning videomiz infografika yasash bo'yicha va sellerlarni, dizaynerlarni muammosi hal qilishimiz kerak. Shuni ko'rsatib o'tishim kerak. Rasmdagi matn qaysi tilda bo'lsin? Men o'zbekcha tanlayman, siz xohlasangiz ruscha, agar ruschada bo'lsa ruscha, o'zbekchada bo'lsa o'zbekchada. Men hozir o'zbekchada qilib turaman. Mahsulot fotosini yuboring bittadan 5 tagacha. Xo'p, do'stlar, agar sizlarni o'zingizlarning mahsulotingiz bo'lsa, test qilib ko'rish uchun bitta test qilsanglar bo'ladi. Tekinga hozir ko'rayotganingizdek hech qachon to'ldirmadim ham, o'sha 4 Spire bilan hozir generatsiya qilaman. Xo'p, men endi ekranni almashtiraman. Mana qilaman-da va do'stlar ko'rayotganingizdek, xohlasanglar mana Uzumga kirasizlarmi, bu joyga kelamiz. Men hozir Uzumga kirib, mana ryukzak просто topdim. Bu yerda nimaga bo'pti? Ko'pincha infografika bo'lmaydi, oq fonda bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, infografikasi kam. Mana sumka topdim. Men еще bu uni bilmayman, to'g'ri sразу aytib qo'yaman. Просто topdim, sразу shunga o'tdim. Xo'p, bo'lmasa kerakli rasmlarni o'zimga olaman infografika uchun. Deylik, shu rasmini oldim.
Xo'p, keyin Telegramga qo'yib turaman, hozir unga ham qaytamiz do'stlar. Keyingi yana bitta rasm qo'shib qo'yaman uni oldiga. Xo'p, deylik, shu rasmini olamiz, все, kopировать qilamiz. Ekranni sizga o'tkazaman. Xo'p, ekran o'tkazdim. Ставить и отправить. Ну, xohlasanglar bitta-bitta jo'natsanglar ham bo'ladi. Buni anisiga hech qanaqa xohlasanglar bitta-bitta olasanglar, sразу tashlasangiz bo'ladi. Qabul qilindi 2 tadan 5 ta. Davom etishda bosamiz do'stlar. Mahsulot nimaligini qarayapman. Botda biz AI da sun'iy intellektni o'zi analiz qiladi tovarni, nima tovarligini shunga qarab sizga ham test qiladi, oz ko'rsataman sizga. Agar referens bormi? Referens nima bu do'stlar? Deylik, mana hozir yana qaytamiz shu oknoga va mana hozir ko'rsatgan narsam xohlasangiz, bu keyin ko'rsataman bu narsani. Deylik, o'zimga kirdik, to'g'rimi? Mana men qarab chiqaman, menga shuni infografikasi yoqdi. Shuni referens qilib olmoqchiman. Anusdan, lekin uncha hozir emas. Просто aytdim sizga. No, xohlasangiz Uzum Marketdan oling. Xohlasangiz Uzum Marketdan referensdan kirasiz, boyagidek ustiga bosib kopировать qilasiz yoki ko'chira olasiz telefonda. Men esa do'stlar Pinterestga kiraman. Eng sizlarga zo'r maslahatim, bomoviy kartochkani ekraningizda ko'rib turgan kartochkalardek qilgizga otgan bo'lmasa Pinterestdan qiling va botim xuddi shunaqa rezultat chiqarib beradi. Hozir ko'ramiz o'zingizdan. Mana men qilib qo'ygan edim, infografika для ryukzaka tayyorlab qo'ydim sizlar uchun. Xo'p, kirdik, mana oxirgi men qaraganim, menga yoqqani shuni bosib saqlanib qilib qo'ygan edim. No, siz o'zingizga yoqqanini tanlaysiz, stilni, referensi. Mana men hozir shuni tanlayman. Bosib kopировать kartinka qilaman-da. И qaytadan Telegramga qaytaman va ставить qilaman yoki yuklayman buni bosib. Xo'p, esimdan chiqib bosish, yuboramanni boshingiz kerak. Agar yo'q, o'zingizcha qilaman desangiz, AI o'zi sizga prompt yozishingizdan yoki o'zi chiqazib berishidan qilib beradi. Bu yerda referens bo'lmaydi. Siz qanaqa yozib tasvirlab bersangiz shunaqa qiladi. Men referens bilan qilaman, chunki bu eng zo'r populyarniy metod infografikalar o'rtasida. Bitta referens fotosini yuboring va o'sha boyagidek qo'yaman o'zimni referensimni. Bo'ldi. Endi qarang do'stlar, rasmda matn kerakmi? Sarlavha afzalliklari kerakmi dotdim. Men uchun o'ylab top bor. AI mana tovarimizni analiz qiladi. Analiz qilib sizga chiqazib beradi tasvirlarni, lekin undan keyin o'zingiz ham mana o'zim yozaman. Agar deylik sizni shu sumkani tasviri bo'lsa, o'zingizdan mana bilsangiz qanaqa tasvirlar, tam 100 bit tuda sumkani mana bunaqa shunchalik vmestimость qiladi deb, o'zingiz yozib chiqsangiz bo'ladi. Va do'stlar, shuningdek yozaman. Men hozir AI o'zi qilib bersin, men o'zi qilib berishni xohlayman. Mahsulot xususiyatlarini o'qiyapman va variantlar o'ylayapman deb chiqazib berdi. Qaranglar do'stlar. Mahsulot ko'ryapman. Yon USB port, suvga chidamli bir nechta bo'limlar. Bu o'sha sumkani tasvirini ochib beradi. Notebook himoyasi ishonchli. Buni o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi do'stlar. Xavotir olmasangiz bo'ladi, agar qat'iqdir yoqmagan bo'lsa, shuni o'zgartirsangiz bo'ladi. Va mana qaranglar do'stlar, shu yerda tekst chiqazib berdi, to'g'rimi? Mana shu joyi boshqa servislardan nimasi afzallik deb o'ylaysiz? Nima bizda zo'rroq boshqa servislardan? 90% men aytganimdek boshida 90% sellerlar, dizaynerlar boshidan mana kartochka yuklayotgancha eng katta xatosi blok bo'lib ketadigan. Mana hozir endi shu joyiga qaytamiz. Xo'p, yana ekranni ochib ko'rsataman sizlarga. Mana biz tovar ko'rsataman. Zablokirimiz bizda endi sertifikat bo'lmagani uchun uni ham o'tib ketaman. Mana qaranglar do'stlar, qanaqa kartochka qilganmiz. Mana o'zim qilib berganman. Shu do'konda ham yurg'izaman. Xo'p, hozir tovarni qo'yib chiqamiz o'tgan. Endi Telegramga qaytamiz. Xo'p, shu joyda nima bor? Stop so'zlar do'stlar. Eng ko'p 90% blok bo'lib ketadigan bu stop so'zlar. Mana stop so'zlar bu Uzum saytida kirayotganingizcha berib qo'yadi sizlarga. Qaysi stop so'zni ishlatish mumkin emas kartochkada, qaysi biriga ban olasiz va qaysi biri polностью bo'ladi. Va shuning uchun men shuni do'stlar yo'lini olib, chunki boshqa o'zim ishlatib ko'rgan servisimda shunaqa bo'lib qoldi. Men ishlatadigan servisda klientga tashlagandim, blok bo'lib qoldi. Shu skrinni ham qo'yib qo'yaman kerak bo'lsa. Va shu uchun endi chiqanaqa stop so'zlar xavotir olmasanglar bo'ladi, chunki men shu narsani botimga kirgizdim. Hamma kerakli stop so'zlarni Uzumni pravilasidan olib botga ko'chirdim va endi do'stlar, qanaqa stop so'z uni o'ylashingiz bo'lmaydi. Va yana bitta narsa, agar o'zingiz qo'lda yozsangiz tasvirni va sizda stop so'z bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zingiz yozgan, balki siz bilmaysiz, lekin stop so'z bor. Va shuni sun'iy intellekt analiz qilib siz yozgan tekstni o'sha stop so'zni almashtirib beradi. Ruxsat berilgan so'zga almashtirib beradi. Shunisi zo'r. Вообще zo'r. Shuni inobatga olib qo'yinglar, boshqa servislarda ishlashdan oldin buni ishlatib ko'ringlar.
Xo'p, qulaylik, afzallik har kungi ish uchun. Har kungi ish uchun deb o'ylayman. O'zi ko'rinishidan ham shunga o'xshayapti. Shuning uchun har kungi ish men ikkinchi, qaysi uchinchi variantini tanlayman. Siz o'zingizga talab o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'p, infografika uchun uchi to'g'risida maslahat beraman. O'zi ham qilib qo'yganmiz. Sizga zvezdochka qilib, bilishingiz uchun yulduz qilib. Xo'p, tekshiramiz. Rejim infografika, mahsulot fotosi ikkita to'g'ri. Referensimiz bor, matn har kungi ish uchun o'zimiz kerakli tanlasak bo'ladi. Men hozirlik ko'rishim uchun test qilib ko'rsataman. Bo'ldi, yaratish bosamiz va yaratyapman odatda 10 dan 30 soniyagacha. Yechildi to'g'ri Spire. Agar do'stlar generatsiya qotgancha nimadir xatolik ketib qolsa, Spire sizga qaytib keladi. Hech qanaqani bo'lmaydi, Spire sizga qaytib keladi, bemalol keyin xavotirlanmas bo'ladi, boshqatdan generatsiya qilsangiz bo'ladi. Biz hozir kutamiz, odatda 10 dan 30 soniyagacha, balki 1-2 minutga cho'zilishi mumkin, har doim emas, bir xillarda shunaqa bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Hozir kutamiz, endi generatsiya qilib berishni bizga. Ana, do'stlar, ko'rdingiz, chiqazib berdi. Va bu do'stlar, mana ko'rganingizdek shu referensga qarab chiqazib berdi, lekin biz sal xunukroq referens tanlab qo'ydim. To'g'ri, bu yerda baribir mana bunaqa ob'yom anularni qo'yib bermadi-yu, lekin yozib berdi. Hozir biza do'stlar yana bitta hozir AirPods bilan qilib ko'rsaman sizga. Endi bu yerda sumkani o'zini qo'yib berdi, o'sha referensga qarab. Ko'rdingizmi? Referensga qarab qo'yib berdi. Va yana bitta narsa do'stlar. Qarang, o'sha uslub sal boshqacha qilsangiz bo'ladi. Butunlay boshqa variant qilsangiz bo'ladi. O'sha uslub yangi mahsulot tuzatirish, kirish ham qilsangiz bo'ladi. Xohlaysiz deylik sizga shu ramkasi yoqmadi. Shunda bosamiz. Hozir to'xtanglar, men o'zimga bu yerdan berib yuboray. Uspire berib yuboray ikkinchi akkauntdan, adminkadan va Uspire berdim, keldim. Kelgan bo'lishi kerak menga. Nachислено всё. Ну, baland. Xo'p, qaranglar, men hozir tuzatirish, kirish men уже berdim o'zimga. Kiritishni bosaman va yozaman nima yoqmaganligini. Men ruschada yozib turaman. Убери, получше. А так o'zi tekstni anusini olishi bu zo'r do'stlar. Просто sal neto'g'ri narsa yozib qo'ydi, bo'ldi. Сделай композицию чуть объемно, текста получше. Xohlaysiz ruschada, xohlaysiz o'zbekchada yozsangiz ham bo'ladi. Sразу tushunib ketaveradi o'zi va yana yaratyapman odatda 10 dan 30 soniyagacha. Va do'stlar, buni sразу ko'chirib olmang, mana bunaqa bosib, agar sizga yoqqan bo'lsa, shunda bosib skachat qilib olmang. Original olishi bossangiz, hozir ko'rsatib beraman sizga. Mana endi sal men yozganimdek qildim. Сделай композицию чуть объемныйroq qil dedim. Mana объемный qo'shib berdi, lekin bu baribir ham shu biz qilmagan nima desam bo'ladi. Biz xohlamagan variant chiqib qoldi. Shuni sразу ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Shunda kamchilik ham bo'lib turadi va endi biz hozir AirPods bilan yoki shu sumkaga boshqa referens bilan qilamiz. Original olishi bossangiz, mana ko'rdingizmi, Uspire infografika sizga fayl qilib tashab beradi. Uzum uchun sразу variant qilib tashab beradi. Hop, menyuga qaytishni bosib, mana balans ishchi o'zimga berib turdim. Rasm yaratish va endi boshqa referens bilan qilib sizga ko'rsataman, qanaqa uni chiqazib berishini. O'zbekcha mahsulot fotosini tashlang. No, ko'rganinglardek referensga yaqin qilib beryapti, просто bu yerda объемный bermadi, sal birga bir qilmaydi, chunki biz shunaqa narsa berganmiz, va bilasizlar, birga bir qilsa bu уже sal xatolik ketadi. Hop, mana bitta tashlsam ham bo'ladi, xohlasanglar по отдельности yoki bitta. Davom etishni bosamiz. Mahsulot analiz qilma va yo'q, o'tgan safargi uslub, referens, o'sha referensmi yoki yangi referensmi yoki referensizmi? Men yangi referens qilaman va endi hozir kirib boshqa referens tanlayman va o'zingizlar ham ko'rasizlar hozir. Tak, qaysi referens tanlasam ekan? Chiroyliroq referens tanlayman, чтобы ko'rishingiz uchun. Shunda xatolik qilib qo'ymanglar. Referens tanlashda ham ko'rdinglar, hozir xatolik qilib qo'ydim. Объемность yo'q, splashnoy fon bo'lib qolgan. Xo'p, bu ham bo'lmaydi. Xo'p, mana buni qilib ko'raylikchi, bo'lmasa shunaqa stilda qilib ko'raman. Mana hozir qaytaman do'stlar. Xo'p, biz endi shunaqa referens tashlab ko'ramiz, qanaqa chiqazib beradi. Men uchun o'ylab top va har bir qilganingizda yangicha sizga o'sha mahsulotni analiz qilib chiqazib beradi, lekin yangicha variantda. Hamma narsa qulay zaryadlash, oson tashish. Oson tashishga to'g'ri bizga 2 otni bosamiz, uchi to'g'ri format, yaratish to'g'ri Spire. Va endi kutamiz do'stlar, 10 dan 60% gacha, 30 soniyagacha uzr kutamiz. Endi qaraymiz hozir chiqazib berar ekanmi, yo'qmi? Mana chiqazib berdi do'stlar, ko'rganinglardek. Hop. Oson tashish, yengil mato ko'p. Keyin sumkamizni xuddi bizaniki deydi do'stlar. Xuddi bizaniki mana kiydirgan shu
shu narsa yon USB porti ichidagi narsasini ham ko'rsatib beryapti, chunki mana buni tashlab berdik. Ko'rganinglardek juda zo'r. Faqat mana bu tagini botga o'tkazsak idealni bo'ladi bu do'stlar. Xo'p, butunlay boshqa variant emas. Yo'q, tuzatish kiritish, buni bosamiz. Va то, что справа текст перенеси влево, чтобы parня не закрывало. Hop, mana qirg'izlik o'zimizga mana buni botga ko'chiramiz. No bir xillarda shuni berib qo'yish mumkin, lekin ko'pincha bu kam holatda ko'rayotganingizdek. To'g'ri bersak, to'g'ri chiqazib beradi. Kerak bizga уже ana chiqazib berdi, tayyor. Ну, bu ham zo'r do'stlar, infografika shuni tovarni ochib berish uchun aynan tovarni главный anuzga qo'yib va tasvirlarni ko'rish uchun bu juda zo'r do'stlar. Biz hali yangi kirishlar qirg'izyapmiz. Keladigan bo'lsak, bizda start, o'sish, biznes studiya va shu kabi tariflar bor. Buni sotib bir martagina do'stlar sotib olasiz. Va sotib olish qanaqa o'tadi, shuni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Deylik startni bosamiz va qaranglar. Mana 15 Spire bu 39 ming, 40 ming so'm bo'ladi. Shunda bu do'stlar 3 ta infografika yoki 7 ta mahsulot fotosi. Va buni nimaga mana buni yulduzcha qilib qo'yganmiz? Chunki botda выгоднoroq, средний o'rtancha olingan va bunda 12 ta qaranglar. Bu 50 ta Spire beradi sizlarga, 115 ming bo'ladi va 12 ta infografika. Shuni dizayner bilan hisoblab ko'rsangiz, bu dizaynerdan do'stlar anchagina arzonroq va ancha qulay, chunki o'zingiz ham pravka qila olasiz. Nimadir o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zingiz ham o'zgartira olasiz va shu kabi hollar. Xo'p, 12 ta infografika 25 ta mahsulot fotosiga yetadi va yo'qolmaydi. Beskan ishni Spirelar yo'qolmaydi. O'tkazma uchun mana hozircha do'stlar o'zimizning kartamizga tashiysiz. O'tkazma summasi, shaxsiy ID va ishlash vaqti do'stlar. Bu yerda ishlash vaqti 9 dan 23:00 gacha. Agar siz kechasi to'ldiradigan bo'lsangiz do'stlar, ertalab, shunda kechasi ertalab to'ldirib beramiz. Va hech kim qolib ketmaydi do'stlar, hammasi to'liq bo'ldi. Bani botim, shunga qo'rqmasdan ishlatsanglar bo'ladi. Kamchilik bo'ladigan ishlatib ko'ringlar. Biz tekin generatsiya ishlatib, o'zingizlar agar o'zingizlarda nimadir o'zgartirish kiritish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozsanglar supportga, hammasini inobatga olamiz va sizlarga do'stlar o'zgarish kiritib beramiz. Xo'p, videoni ko'rganingiz uchun do'stlar rahmat va shunaqa botida ishlatib ko'ringlar. O'zingiz uchun balki sizlarga qulay bo'lar boshqa servislardan ko'ra, lekin bu do'stlar sizlarga to'shni kerak bo'ladigan narsa. Kam sarflisiz dizayner kerak bo'lmaydi, xohlaganingizcha qilasiz, o'zingiz qanaqa xohlayotgan bo'lsangiz, referens hammasi o'zingizdan. Shuning uchun dizayner bo'lsangiz ham siz o'zingiz sotsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Umar edi, rahmat ko'rganingiz uchun. Sizlarga ochib bera oldim degan umiddaman bugungi botimizni. Hammaga rahmat va xayr.